Barno savol. O'lim Nima? nima? Mana bu temani ko'ramiz. Xo'sh, ruh tanadan chiqishi bu o'limmi yo'qmi? Yo'q. Tana uchun. Yo'q, o'linmas. Ya'ni ruh tanadan chiqqandan keyin Keyin ruh tanadan chiqqandan keyin tana yashayapti va bu tana bo'sh qolgani uchun buni qonlar kelib to'ldiryapti. To'xta. Tana bo'sh qolganda deganingda qanday tushunsak bo'ladi? Shunda ruh ketgandan keyin tanada aura ham qolmayaptimi? Gap Ha, shundami? shunaqa. Ha, ya'ni aynan aura bo'lmagani uchun tanaga bemalol joylashilyapti, ruhlar. Qora ravoyda. Shunaqa. Yaxshi. Bu Demak, tanani o'limi ruhga aloqasi yo'q. Bu prosta avtomobildan shofyor tushdi degan gap, ha? Ha, shunaqa. Himoyasiz qoldi. Mutlaq himoyasiz qoldi, shunaqami? Himoyasiz qoldi va qoralar boshqardi. Agar bu qoralar kirmaganda ham tana yashayapti, buni hujayralari ham ishlayapti. Qancha vaqtda yashash mumkin? Deylik, ruh tark etdi tanani, lekin deylik shunaqa hududda ham mana karantin zona deylik, o'shanda tanaga qora kira olmasa, qancha vaqt yashash mumkin? 8-10 yilgacha yashaydi. Yashayapti mana 8-10 yilgacha. Yillab yashash mumkin, ha? Ha, albatta. Dahshat. Demak, bu tushunarli. Demak, yillab yashashi mumkin tana. Xo'sh. Keyin nima so'ramoqchi edim endi? Bu qoralarga, o'sha qoralarini kuchiga qarab, o'sha tana o'lishi ham tezlashyapti. Qoralar qancha ko'p kirsa, qanchalik kuchli qoralar bo'lsa, shuncha tez o'ldiryapti buni tanasini. Bo'ldi. Demak, o'lim har doim qoralari ishini mahsuli, to'g'rimi? Ha, shunaqa. Odatda standart o'lim haqida so'raylik, standart o'limda. Mana bu so'nggi nafas bor-ku, unda ruh chiqib ketmaydi, hech qachon so'nggi nafas deganda. Ha. Yo'q, bu ruh emas, ha? Yo'q. Demak, standart o'limda, oddiy o'lim vaqtida qara, qancha vaqtdan keyin, ruh chiqqandan keyin qancha vaqtdan keyin tana o'ladi odatda? Ko'p yashamaydi odatda. Ha, shunaqa yarim soatlarda chiqib ketyapti. Tana o'lyapti. Bo'ldi. Menda savol yo'q. Yaxshi.